Laziz Rahmatovni Dunyo mamlakatlari kitobi bilan tanishar ekanman. Uning keng qamrovliligi, mazmunan boyligi e'tiborimni tortdi. Dunyodagi barcha mamlakatlar haqidagi muhim va qiziqarli ma'lumotlarni bitta kitobda jamlanishi uni qimmatini yanada oshiradi. Bu kitob kitobxonlarga dunyodagi barcha mamlakatlar, xalqlar, ularning o'ziga xos jihatlari va shu bilan birgalikda jahon hamjamiyatidagi o'rni haqida salmoqli, yaxlit tasavvur hosil qilish imkoniyatini berar ekan. Ayniqsa dunyo mamlakatlari haqidagi bilimlari boyib borayotgan insonlarda bilamizki, o'sha mamlakatga bo'lgan fuqarolariga, millatga, xalqqa bo'lgan hurmati oshadi, ularni madaniyati bilan tanishishni boshlaydi va ularni tushunish kabi tuyg'ulari shakllanadi. Shu bois bu kitobni o'ylaymanki, faqatgina nima desam ekan, bu kitob faqatgina ma'lumotlar manbai emas, balki millatlararo totuvlik, diniy bag'rikenglik kabi qadriyatlarni ham shakllanishiga xizmat qiladi. Bunday salmoqli, tizimlashtirilgan nashrlarni ko'paytirib borish albatta kitobxonlik madaniyatini ham rivojlanishiga hissa qo'shadi. Kitob mutolaasi bilan shug'ullanadigan har qanday shaxsning dunyoqarashi kengayadi, tafakkuri boyib boradi. Shu nuqtai nazardan ham men Laziz Rahmatovni Dunyo mamlakatlari deb nomlangan kitobini bilimga chanqoq, olamni anglashga qiziqadigan har qanday kitobxonga tavsiya qilib qolaman.